Yaxshi damlar olib keldinglarmi? Sizlar bilan birgalikda har kuni kistichkadan foydalandik, kistichkadan foydalanmaymiz. Nimadan foydalanar ekanmiz? Quloq tozalagichdan, uxachiskadan foydalanamiz. Biz buni hozir men bu tomondagi bolalarga tushuntirib, keyslarga tushuntiraman. Xo'p? Mana biz buni birinchi suvga botiramiz. Keyin kuz faslida daraxt barglari qanaqa bo'lar ekan? Sariq, pushti bo'ladimi? Biron joyga pushti daraxt rangi ko'rdingmi? Sariq, olov rang bo'ladi. Mana bunaqa qilib bosib chiqamiz. Ko'rdinglarmi? Mana bunaqa qilib bosib chiqamiz har joyda. Qila olmaganlar yordam so'rasin, xo'pmi? Ko'rdinglarmi? Mana shunaqa qilamiz. Keyin sariq rangini qilib bo'lgandan keyin ko'pala joyga sariq rang qilib qo'yganimizdan keyin o'sha sariq rangni oldiga sizlar mana bu yoqdagilar eshitsin. Sariq rangni oldiga olov rang qo'yamiz. Mana bu yoqda olov rang bor ekan, hammanglar bir-biringlar bilan almashib turib qilasizlar, xo'pmi? Mana olov rang bor ekan, chunki u unisini ichida yo'qligi uchun bu yoqdan olamiz, qaranglar. Mana hadichanikini qilib yotibmiz. Ko'ringlar. Olov rang qo'yamiz. Ko'rdinglarmi? Har bir anaqa bilan qilmaylikda, nima bilan qo'yaylik bitta yangilik kiritib, sizlar zerikib qolmasliginglar uchun kiritamiz. Xo'p? Ko'rdinglarmi? Mana qaranglar, bu yoqdagilar uchun. Ko'rdinglarmi qanaqa bo'ldi? Buni yoniga yashil rang qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'rdinglarmi bolalar? Buni yoniga yana uxachiskani yaxshilab yuvib, mana bu suv idishga yaxshilab yuvib, xuddi kistichkada yashil rangga botirib, yana yashil rang ham qo'ysak bo'ladi mana. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'ldi. Faqat yashil rangni o'tkirog'idan olib qilishimiz kerak. Ko'rdinglarmi? Sizlarga yoqdimi? Sizlarga yoqdimi? Ko'rdingmi, Ahmad? Faqat biz uxachiskadan, quloq tozalagichdan foydalanamiz. Kistichkadan emas. Barq qilib chizmaymiz. Nuqtacha qo'yamiz. Kim tushunmadi? Tushunmaganlar yordam so'raydi, xo'p? Bo'ldi. Bu ham qilmay qo'yaver. Da boshladik. 1 2 3 boshladik. Hamma uxachiskasini bir suvga botirsin. Botirlaylar. Qo'lingni chiqarib botir. Suvga botir. Mana. Kim qila olmasa yordam so'rasin. Ushalaylar. Bir har joyga qo'yamiz. Uni oldiga keyin sariq rang, yashil rang qo'yamiz, xo'pmi? Mana ko'rdingmi Laylo? Endi yana buni yuvamiz, Laylo. Yana yuvamiz, yashil rang qilamiz. Har joyga ko'p vaqt tashlamaylar. Mana Laylo shu. Endi yashil rang qilamiz. Endi yana yuvamizda olov rang qilamiz, xo'p? Sariq bosamiz. Ana, mana Laylonikini ko'rdinglarmi bolalar, Laylonikini? Mana Laylonikini. Ko'p bola chaplatib tashlamaylar. Bo'ldi, Muhammadjon boshqa rang qil endi. Boshla Abdullo. Ko'p chaplatib tashlama. Kam qilgin anaqa Sumaya. Ko'p chaplatib tashlamaylar, xo'p? Boshla, qo'y. Ko'p qilma, kamroq qilinglar. Ko'p chaplatib tashlamaylar. Bo'ldi, Ahmad boshqa rangdan qilaylik. Boshqalardan yordam so'ra. Olov rang keldi. Ana, endi ber buni yana yuvib. Yashil. Mana. Yashil. Mana shunaqa qilinglar, xo'p? Har joyga qilinglar. Ko'p chaplatib tashamanglar, quyi bo'lib chiqadi, ko'p chaplatsangiz. Xo'p, молодец, Ahmad. Ahmadniki zo'r, qarsa icharamiz, ko'p tashlading sen.